أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد aqida boblaridan biz avvalgi darslarimizda aqida ishida biron bir chigallik, noaniqlik odamda sodir bo'lib qolsa, darhol turib mana shu narsani bilishlik unga shart ekanligi haqida aytib o'tdik. Kechiktirmaslik kerak edi. Kechiktirishlik bu kufrga olib borib qo'yadi. Chunki aqidada odam biron bir vaqtda shakda bo'lmaslik kerak. Navbatdagi mavzuimiz Miroj xabarlariga yetib kelgandik. Va xabar Miroj haqqun. Miroj xabari haqdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning jasadlari bilan osmonga uyg'onlik holatida ko'tarilganliklari haqdir. Ya'ni uxlagan holatda emas, ruhi ko'tarilib jasadi qolgan emas. Uyg'onlik holatida bir kechada Payg'ambarimiz alayhisalom Mirojga chiqib keladilar. Summa ila ma sha'allohu taala min al-maqamatil ulya. Keyin Alloh xohlagan oliy maqomlarga ko'tarilganligi haqdir. Ay hadithu sabitun bi tariqin mutaaddida. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari har xil yo'llar bilan sabit turuvchidir. Faman raddahu ay zalikal xabar, kimki bu xabarni inkor qilsa, rad qilsa, va lam yu'min bi muqtada zalikal athar, bu asarlarning taqozosiga iymon keltirmasa, fa huwa dollun mubtadi'un, u adashuvchi bid'atchidir. Ya'ni zalolat bilan bid'at o'rtasini jamlovchidir. Va fi kitabul xulosa kitobida aytadiki, man ankaral miroja yunzar. Kimki Mirojni inkor qilsa, Miroj Baytul Maqdisdan osmonga ko'tarilib ketishligi. Agar shuni inkor qilsa qariladi. Agar Isro Makkadan Baytul Maqdisga bo'lgan Isroni ham inkor qilsa, u kofir bo'ladi. Chunki subhanallazi asro bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina oyati. Oyat nozil bo'lganki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo Baytullohdan Baytul Maqdisga sayr qildirganligi haqida. Kimki mana shu sayrni inkor qilsa kofir bo'ladi. Ammo Baytul Maqdisga borib, Baytul Maqdisdan Mirojga ko'tarilganligini inkor qilsa, unda u zalolatlik mubtadi bo'ladi. Unga oyat nozil bo'lmagan, balki hadislar mutawatir ma'nan darajasiga ko'tarilsa-da, mutawatir ma'nan darajasiga yetib borgan. Hatto mutawatir lafziy darajasiga chiqmagan. Walaw ankalal miroja min Baytul Maqdis la yukfar. Agar Baytul Maqdisdan Miroj osmonga ko'tarilganligini inkor qilsa, kofir bo'lmaydi. Va zalika, chunki bunday bo'lishligi Isro haromdan Makkadan Baytullohdan ikkinchi haromga Baytul Maqdisga bo'lgan sayr qildirishlik u oyat bilan sabit bo'lgan va dalili qat'iydir. Va Miroj esa Baytul Maqdisdan osmonga ko'tarilishligi u sunnat bilan, hadis bilan sabit bo'lgan. Bu esa rivoyati va diroyati o'rganishligi zonni bo'lgan xabarlardir. Vaqat afratu fi hadhihi al-mas'alati al-musawwara risalatan mukhtasaratan wa sammaytuha bil al-minhaj al-ulwi fi al-miraj an-nabawi. Men dedilar, mana bu suratlik masalada bir kichkina risolani men yolg'izlab yozib chiqdim dedilar. Va men uni al-miraj al-ulwi fi al-miraj an-nabawi deb ismladim. Mana shunda men butkul Miroj haqidagi xabarlarni to'daladim dedilar. وقد أعرب شارح العقائد في تأويل قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما فقد جسد محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الميراج حيث قال معناه ما فقد جسده عن الروح ما فقد جسده عن الروح. Oshonamizni gaplarini tavil qilishida aqoidning sharhi juda g'arib gapni gapirdi dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning jasadlari Miroj kechasida yo'q bo'lmagan edi degan gapini, ya'ni dedilar jasadi ruhidan yo'qolib qolmagandi. Bal kana ma'hu ruhuhu. Ruhi bilan birga ketgan edi deb sharhlaganligi juda g'arib bo'ldi dedilar. Uning g'aribligi maxfiy emas. Qanday? Wa tawil sahih tawil anna al-miraj kana bi Makkah fi awal al-ba'sa haythu lam tulad Aisha radhiyallohu anha.
Mi'roj payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning payg'ambar qilib jo'natilishlik avvallarida Makka da sodir bo'ldi. Oyshanamiz hali tug'ilmagan edi. Yoki bir hukm aytiladiki, al-qodiya bu bir hukmki, kanat mutaaddida, har xil sanolar bilan kelgan. Shuning uchun va lihada ixtilofa fil intiha, uning tugashida ixtiroq qildi. Qayerga borib tugadi? Faqila ila janna, ba'zi qiyinlarda jannatga bordi deyildi va ba'zi qiyinlarda arshgacha bordi deyildi. Va yana ba'zi qiyinlarda ila ma fawqahu, arshdan ham yuqoriga ko'tarildi deyiladi. Fi maqom, bir maqomda. Ya'ni bu haqda juda hadislar, turli tuman hadislar bor. Sahih, hasan, zaif hadislar bor. Har xil turli hadislar kelgan. Hattoki sahih hadislarda buni arsh va undan yuqorigacha chiqdi deyilmaydi. Ammo boshqa hasan, zaif hadislarni barchasini jamlanganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nihoyatda uzoqqa borganligi, hattoki Alloh bilan ko'rishganligi haqigacha rivoyat qilinadi. Mana Qur'oni Karimda Najm surasining 8-9-oyatida astagfirullah, summa dana fatadalla fakana qaba qawsayni aw adna. Keyin yaqin keldi, fatadalla, egilib yaqin keldi bir-biriga. Fakana qaba qawsayni aw adna, ikki kamonning ikki chekkasidek bo'ldi yoki undan ham ko'ra bir-biriga yaqin bo'ldi degan oyat nozil bo'ldi. Mana bu oyatni ba'zi kishilar Allohni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rdi degan kishilar summadana fatadalladan maqsad Alloh deydi. Alloh payg'ambarimiz alayhisolamga yaqin keldi deydi. Lekin bu zaif tafsir. Ammo sahih tafsir aksar ulamolar buni Jabril alayhisalom deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yaqin kelgan va payg'ambar alayhisalom bilan payg'ambar alayhisalom Jabril alayhisalomning o'z suratida ko'rganlar. Yaqin suratda ko'rgan hatto. ولا يلزم من تعدد الواقعة فرض الصلاة كل مرة كما توهم ابن القيم معترضا. Demak, voqealarning har xil kelishidan har bir marta namoz farz bo'ldi deyishini lozim tutmaydi. Buni Ibn Qoyyim Javziy rahmatullohi alayh Zodul Ma'odda aytgan, e'tiroz bildirgan holatda aytganligi, gumon qilganligi lozim tutmaydi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Musa alayhisalom bilan uchrashib Allohning oldidan qaytgan vaqtida Musa alayhisalom Alloh ummatingizga nimani farz qildi deganda, Alloh men ummatimga har kuniga 50 marta namoz o'qishni farz qildi dedilar. Payg'ambar alayhisalom xursand bo'ladilar. Har kuni mana shu 50 marta namoz o'qisa jannatga kiradi dedilar. Xursandligidan. Chunki hamma yoq ma'lum bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Jannatga kirish juda oson bo'lib qoldi. 50 martagina har kun namoz o'qilsa jannatga kiradigan bo'ldi. Bu uchun jannatni qadriga yetgan va jannatni bilgan odamlargagina juda ham oson ko'rinadi 50 marta namoz o'qishlik. Musa alayhisalom Robbingizga qayting, borib so'rang, yengillatsin. Ummatingiz bunga toqat qilmaydi, men boshimdan o'tkazganman dedilar. Qaytib boradilar. Payg'ambarimiz alayhisalom 45 mahal qiladilar. Xursand bo'lib qaytadi. Nima bo'ldi? Musa alayhisalom yana yo'lda so'rasa xursand bo'ladilar. Yengillatdi. 5 mahal yengillatdi, 45 marta qoldi. Bunga toqat qila olmaydi, qayting dedi. Qaytadi. Musa alayhisalom bilan Allohning o'rtasida qaytishlikda doim bo'ladi, hattoki 5 marta qolgunga qadar. Musa alayhisalom qayting, ummatingiz bunga toqat qila olmaydi dedi. Yana 5 martaga. Shunda Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam endi qaytib borganini uyaldim dedilar. Alloh taolo aytadiki, bu 5 mahal namoz dedilar. Dedi Alloh taolo, har biriga 10 tadan savob beraman. 5 ta o'qilgan namozning savobi 50 martaga yetadi dedilar. Mana shu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ummati 5 vaqt namoz o'qishi bilan 50 marta namozning savobini topadi. Avvalgi birinchi marta berilgan hukmning savobini topadi. Haqiqatda ham Musa alayhisalomning tajribasini qarangki, odamlar 5 vaqt namozdan ham qochadi. Mana shunday har bir boshi to'g'ri keladi degan Ibn Qayyim rahmatullohning gaplariga e'tiroz bildirdilar. Navbatdagi endi yana qiyomat alomatlariga bilishligi va e'tiqod qilishligi lozim bo'lgan narsalardan Xurujud Dajjal va Yajuj va Majuj. Dajjalning chiqishligi va Yajuj va Majujning chiqishligi.
Alloh taolo aytgani kabiki, astagfirullah, hatta idza futihat ya'juj va ma'juj va hum min kulli hadabin yansilun. Anbiyo surasining 96-oyatida, hatto agar Ya'juj va Ma'juj ochilsa eshigi, ular esa vaholanki ular har bir balandlik tepaliklardan so'rilgan holatda chiqib keladi. Ay yusri'un, ya'ni tez chiqib yugurishadilar. Ya'juj va Ma'juj ochilgan vaqtida dunyoni Ya'juj va Ma'juj bosib ketadi. Bu haqda hadislar juda ko'p, rivoyatlar va ularning turar joylari haqida bayonotlar bor. Va Dajjal chiqishlikda ham mana shunday har xil rivoyatlar bor va bu hattoki bizni aqidamizga olishlik zaruratlardan bo'lgan narsagacha ko'tariladi. Va tulu'ush shamsi min mag'ribiha, quyoshning esa o'z mag'rib tomonidan chiqishligi. Mana bu ham aqida ishlaridan bo'ladi. Alloh taolo aslida yawma yati ba'du ayati robbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. An'am surasining 158-oyatida bir kundaki Robbingizni ba'zi oyatlari keladi. Jonga, odam insonga uning iymoni foyda bermaydi, avvaldan iymon keltirmagan iymoni foyda bermaydi jonga. Bir jonki avvaldan iymon keltirmadimi? Allohning ba'zi oyatlari kelib qolganda, quyosh mag'ribdan chiqib qolganda foyda bermaydi. Yoki o'z iymonida biron bir yaxshilik kasb qilsa ham foyda bermaydi. Quyosh mag'ribdan chiqqan vaqtida iymon eshigi bekiladi. Tavba eshigi yopiladi. Ey la yanfa'ul kafira imanuhu fi zalikal hin. Mana shu paytda kofirga iymoni foyda bermaydi. Ya'ni quyoshning mag'ribdan chiqish paytida. Va fosiqga ham o'z iymonida biron yaxshilik kasb qilsa yoki tavbasida biron bir yaxshilik kasb qilsa ham foyda bermaydi. Tavba ham bekiladi eshigi, iymon eshiklari ham yopiladi. Ya'ni la yanfa'u imanuha va la kasbuha imana. Iymoni ham foyda bermaydi va iymonni kasb qilishlik ham foyda bermaydi. Iymonni kasb qilishlik u keyinchalik kasb qilib olishlik. Illam takun amanat min qablu aw kasabat khayra. Avvaldan iymon keltirilmagan bo'lsa yoki biron bir yaxshilik kasb qilmagan bo'lsa foyda bermaydi. Keyin navbatdagi yana Iso alayhisolamning tushishligi osmondan. Mana bu ham aqida boblaridan. Alloh taolo aytdiki, va innahu la'ilmul lis-sa'a. Zuhruf surasining 61-oyatida albatta Iso alayhisalom qiyomat uchun alomatdir dedilar. Ilmdir dedilar. Ya'ni qiyomat alomatlaridandir. Yana Alloh taolo Niso surasining 159-oyatida va in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Biron bir ahli kitob yo'qki Iso alayhisalomga iymon keltiradi o'limidan avval. Bunda ikki xil ta'sir bor. Ba'zi mufassirlar o'limidan Iso alayhisalom o'lishdan oldin ahli kitoblar iymon keltiradi deganlar. Ya'ni hamma ahli kitoblarni islom diniga kirgizib yuboradi Iso alayhisalom. Ikkinchi ta'siri har bir ahli kitoblar o'limidan oldin Iso alayhisalomga iymon keltirib oladi. Iso alayhisalomni Xudoning o'g'li deb yurganlar hammasi payg'ambar deydi. O'lim chog'ida o'lim farishtasini ko'rgan vaqtida iymon keltirib oladi hammasi. Lekin iymoni foyda bermaydi degan ikkinchi ta'sir ham bo'ldi. Ya'ni hozir bu birinchi ta'sirni bayon qilyaptilar. Iso alayhisolamning o'limi oldidan, u kishi tushgandan keyin osmondan qiyomat qoyim bo'lish paytida ummat bitta bo'ladi. U esa haqiqiy islom millati bo'ladi. Bir nusxada quyoshning chiqishligini qolganlardan oldinga keltirgan. Ya'ni Dajjoldan va Ya'juj Ma'jujdan oldinga keltirgan. Har bir taqdirda ham va bu yerda va atfa kelishligi u jamni mutlaqligi uchundir. Ya'ni barisini bir-biriga atib kelyapti. Va illa fatatil qadati annal Mahdi alayhisalom yazhara awwalan fil haramayn sharifayn. Lekin bu yerda hukm tartib bilan keladi. Mahdi, Imom Mahdi avval Haram sharifayn Makka va Madinada zohir bo'ladilar. Keyin Baytul Maqdisga keladilar, Dajjolni oldiga keladilar va Dajjolni mana shu yerda qamal qiladilar, Baytul Maqdisda. Keyin Iso alayhisalom Shomning Dimashqida, ya'ni Suriyada, Damashqda sharqiy minoradan, oq minoradan tushadilar va Dajjolni o'ldirishga keladilar, uni bir zarbada shu holda urib o'ldiradilar. Faynahu yadubu kal milhi fil ma'i 'inda nuzul Iso alayhisalom. Chunki Dajjol suvga tushgan tuz singari erib ketadi Iso alayhisalomning tushgan paytlarida, osmondan tushganlarida. Fashtami'u Iso alayhisalom bil Mahdi
Iso alayhisalom Mahdi bilan jamlanadilar va namoz qoyim qilinadi. Mahdi Iso alayhisalomga oldinga o'tishlikka ishora qiladilar. Iso alayhisalom bosh tortadilar. Bu namoz siz uchun qoyim qilingan deb sabab keltiradilar. Chunki siz dedilar, imomga mana bu o'rinda imomlikka avvalroqsiz dedilar. Ya'ni Iso alayhisalom shariat keltirgan vaqtlarda bu namoz yo'q edi u kishida. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga keltirilgandi. Shuning uchun sizga xosdir bu namoz dedi. Va Iso alayhisalom ergashadilar, iqtido qiladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ergashishlikni zohir qilishlik uchun. Mana bunga ba'zi ma'nolarda ishora qilingan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Law kana Isa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'ani" deganlar. Agar Iso tirik bo'lganlarida u menga ergashishgina sig'ar edi, boshqa narsa sig'masdi dedilar. Ba'zi rivoyatlarda Iso deganlar, ba'zi rivoyatlarda Musa deganlar, ba'zi rivoyatlarda Iso va Musa uchar ikkalasini keltirgan. Men bu narsani vajhini bayon qildim dedilar Musannif hazratlari. Allohning oyatidagi so'zlar: "Va id akhadallohu mithaqan nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun." Oyatida Oli Imronning 81-oyatida Sharh shifoda va undan boshqalarda men bayon qildim dedilar. Ya'ni bu oyatda eslang, Alloh payg'ambarlardan ahdnoma olgan chog'ini. Ularga, sizlarga dedi Alloh taolo ahdnoma olib payg'ambarlarga kitob va hikmatni bersam, keyin sizlarga rasul payg'ambar kelsa, sizlar albatta shu payg'ambarga iymon keltirasizlar va uni quvvatlaysizlar deb Alloh taolo ahd paymon olgan. Biron bir payg'ambar zamonida ikkinchi bir payg'ambar men ham payg'ambarman deb kelsa, agar haqiqiy payg'ambar bo'lsa, kazzoblardan bo'lmasa, avvalgi payg'ambar uni o'ziga quvvat qilib olgan. Men yetardim senga deb hozirgi ba'zi bir imomlarni ko'rsangiz, masjidlarga talashib qoladi imomchilikka. Bir-birini yomonlagan, g'iybat qilgan, dunyoda xuddi o'rinsiz qolib ketadigan deydi. Bir-birining orqasidan tosh otgan. Unaqa bo'lmagan payg'ambarlar. Bir payg'ambar kelsa, ikkinchi payg'ambar kelgan vaqtida Alloh taolo tomonidan albatta bir-birini tasdiqlashgan va bir-biriga quvvat bo'lishgan. Yana xabar vorid bo'ldiki, yerda Iso alayhisalom 40 yil qoladilar, keyin dunyodan o'tadilar. Musulmonlar Iso alayhisalomga janoza o'qiydilar va u kishini dafn qiladilar. Tayolisi o'zining musnadida rivoyat qilganiga binoan. Va yana boshqasi rivoyat qildiki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning o'rtasida dafn qilinadi. Ya'ni Madinada. Va yana rivoyat qilinadiki, ikkita shayx Abu Bakr va Umarning o'rtasida dafn qilinadi. Fahani'an lish-shaykhayni, ikkita shayxga Abu Bakr va Umarga marhabo bo'lsin. Ikkita payg'ambar bilan qo'shni bo'lib bag'riga olinishligi. Ikkita payg'ambar ikkalasini bag'riga olishligiga bularga marhabo bo'lsin. Bir rivoyatda annahu yanqusu 7 sinin, 7 yil turadi yerda Iso alayhisalom degan rivoyat ham bor. Bu sahih rivoyatdir. Bu 40 yil deyishdan maqsad avvalgi rivoyatda u, ya'ni ikkalasini jamlaymiz desak, Iso alayhisalomning ko'tarilishidan avval turishligi va undan keyin turishligi ham hammasini yig'ib kelsa 40 yil deydi. Chunki 33 yoshlarda osmonga chiqib ketganlar va yerda 7 yil turadi. 7 ni 33 ga qo'shsak 40 yil. Mana shu ikkita rivoyatni sahihlasak mana shunday bo'lib chiqadilar. Bir rivoyatda 40 yil turadilar, bir rivoyatda 7 yil dedilar. Agar 7 yilni olsak 33 yil yerda yashardilar, osmonga ko'tarilib ketdilar 33 yoshlarda va tushgandan keyin 7 yil yashab 40 yoshga to'ladilar. Shahla qoyatda keltiradiki, eng sahihroq gap Iso alayhisalom odamlarga namoz o'qib beradi. Ya'ni imom Mahdi emas. Ularga imom bo'ladi. Mahdi unga ergashadi. Chunki u afzalroqdir va imomchilikka ham avvalroqdir degan rivoyatni qildilar. Lekin avvalgisiga ba'zi rivoyatlar kelgan. Bu vallohu alam ijtihodiy masala. Chunki payg'ambarlar har qanday holatda ham ummatlardan ulug' turadi. Chunki ular vahiylik nashidasini totgan kishilar. Wala yunafi ma qaddamnahu kama la yakhfa. Biz yuqorida aytgan narsamizga bu ham qarshiligi yo'q. Bu hech qanday maxfiyligi yo'q. Keyin Yajuj va Majuj zohir bo'ladi. Alloh ularni hammasini duo Iso alayhisolamning ularni ziyoniga qilgan duoi barakalari bilan halok qilib yuboradi. Keyin mu'minlar hammasi vafot etadi. Quyosh mag'rib tomondan botadigan tomondan chiqadi va Qur'on ko'tarilib ketadi. Biz o'qib turgan qo'limizda Qur'on ko'tarilib ketadi. Xuddi Ibn Moja
Huzayfa radhiyallohu anhudan qilingan rivoyat singariki, yadrusul islom kama yadrusu washu thaw. Islom o'chib ketadi, xuddi kiyimni rangi o'chib ketgandek kabi dedilar. Darasa degani iz qoldirmay yo'qolib ketishlik. Ay atrofu, uni atroflari o'chib ketgani kabi. Hatto la yudras siyam wala salatu wala nuskun wala sadaqatun. Hattoki roza ham, namoz ham, nusuk biron bir ibodatlar ham, sadaqalar ham bilinmay qoladi. Va yasri ala kitabillahi fi laylatin fala yabqa fil ardi minhu ayat. Allohning kitobiga bir kechada kirib keladi, yerda Allohning kitobidan biror oyat topilmaydi. Hammasi ko'tarilib ketadi. Hatto odamlarning qalbida ham ko'tarilib ketadi. Qo'limizda turgan mushaflar ham ko'tarilib ketadi bir kechada. Imom Bayhaqiy Shu'abul Iymon kitobida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Aytadilarki, "Iqro'ul Qur'ona qabla an yurfa." Qur'onni o'qinglar, u ko'tarilib ketishidan oldin dedilar. Fa innahu la taqumu so'atu hatta yurfa. U qiyomat qoyim bo'lmaydi hattoki ko'tarilib ketguniga qadar. Aytdilarki, bu mushaf dedilar. Ko'tariladi. Fa kayfa ma fi sudur? Qalbdagi narsa qanday ko'tarilib ketadi ishdi. Mushaf mayli Alloh ko'tarib olib ketardi dedi. Shunda aytdilarki, yaqdi alayhim laylan fayurfa'u min sudurihim fayuslihuna yaqulun lakinna na'lamu shay'an thumma yaqauna fi shi'r. Ularga bir kecha keladi, ularning qalblaridan ko'tarilib ketadi Qur'on. Ular tong ottirishadilar odamlar, aytadilarki lekin biz bir narsani bilardik deydi. Qur'on yodlagan qorilar suralarni yodlagan, nimadir bilardik biz deydi. Keyin she'rga tushib ketadi, she'r aytib ketadi o'rniga. Qur'on esdan chiqib ketadi, Qur'onning nima ekanligini qandaydir narsa bilardik deb she'r aytishga o'tib ketadi. Qutub aytadilarki, va'da innama yakunu ba'da mavt Isa alayhisalom va ba'da hadmil habashatil Ka'bata. Bu narsalar Isa alayhisalom vafotidan keyin va habashlar Ka'bani buzib tashlagandan keyin bo'ladi. Habashlar kelib Ka'bani buzib yuboradi. Va tafasil hadil ahvol laysa hadal mahallu bayani basliha. Bu ahvollarni tasvirlashlik bu o'rinda bu keng aytishlik bayon o'rni emas. Chunki bu keng aytishlik bayon o'rni juda ham keng. Bu qiyomat soati, iqtirobus soa, qiyomat yaqin bo'lishi soatlari o'ziga yarasha bir katta kitoblardir. Va xuddi shuningdek Imom Azam rahmatullohi alayh mubham qilib, yengil qilib aytib o'tdilarda va so'yra alomat yawmil qiyomat deb ketdilar mana. Va boshqa qiyomat alomatlari ham dedilar. Unga ijmoliy iymon keltirishga kifoya qildilar. Qur'on va hadisda kelganlardan alama varadat bihil axbarus sahiha, sahih xabarlar kelgan narsalarga binoan boshqa narsalar ham qiyomat alomatlari haqdir dedilar. Ala vaqt ma ja'at dedilar, ya'ni balil ayatus sarihatu bin nisbati ila ba'd sharoitiha haqqun qoim. Balki ochiq oyatlar ba'zi shartlariga nisbatan u haqdir, bo'luvchidir, sobitdir va amrun qawimin to'g'ri ishdir deb bayon qildilar. Vallohu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Alloh xohlagan kishini to'g'ri yo'lga yo'llaydi. Ay min jamol fadlihi va in kana subhanahu kama qol vallohu yad'u ila daris salam. Alloh o'z fazlining go'zalligidan xohlagan kishini hidoyatlaydi. Garchi Alloh mana Yunus surasining 25-oyatida Alloh Darussalomga chaqiradi, ya'ni jannat hovlisiga, salomatlik hovliga chaqiradi Alloh. Alloh doim yaxshilikka chaqiradi. Mana shunday degan Alloh taolo bu umumul anam bi muqtada adli. O'zining adlining taqozosi bilan xalqlarning umumiga, hamma xalqni Alloh taolo yaxshilikka chaqiradi. Imom Azam rahmatullohi alayh o'zining e'tiqod kitobini xolis, xos hidoyat bilan xatm yasadilar. Ya'ni vallohu yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim deb xatm yasadilar. Fanaqtadi bihi fi talabi husnul xotima. Yaxshi xotimani talab qilishda biz ham o'qishga ergashamiz. Bistimrori holatil bidoyati ila maqomin nihoya, nihoya maqomigacha to boshlang'ich holatida doim bo'lishinglar. Biz to'liq doimiy yurish, iymonda doimiy bo'lishi bilan boshda doim bo'lib, nihoya maqomida ham xuddi shunday turishlikka harakat qilamiz. Maqrunan bi aynil inoya va zaynil himoya. Ayni inoyatni aynan o'ziga yaqin bo'lib va himoya go'zali bilan ziynatlanib hidoyatda doim turishini Allohdan so'raymiz. Amma yuadi ila dalalati wal g'avoya, zalolat va adashishga olib borayotgan narsalardan.
Fanasallohul afva wal afiya va davomir rioya. Allohdan afv va ofiyatni so'raymiz va doim Alloh o'zi rioya qilib turishligini so'raymiz. ثم علم أن الإمام أعظم رحمه الله صنف الفقه الأكبر في حال الحياة والوصية عند الممات. Keyin bilingki, Imom Azam rahmatullohi alayh fiqh akbarni biz hozir mana nihoyasiga yetkazgan kitobni, fiqh akbarni hayotlik holatida yozdilar va vasiyat kitobini esa o'layotgan vaqtlarida vasiyat qilib yozgan edilar. Vaqat zakartu iboratihima mustawfatan men bu ikkalasini ham iboralarni to'la to'kis qilib zikr qildim deb musannif hazratlari aytib o'tdilar. Mana shu bilan biz Imom Azam rahmatullohi alayhning Fiqh akbar kitobiga nihoya yasadik va kamchiliklar va xatolar bo'lsa o'zimdan va shaytondan va to'g'riliklar bo'lsa Allohdan hammamizga to'g'ri aqidada, to'g'ri salomatlik aqidada yurishimizni Allohdan so'raymiz. Va sallallohu ala xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.